Onasi! Voy onasi! Labbay begim. Onajonisi, ishingizni qo'yib turing. Bu yoqqa qarab oling. Labbay. Bu pul nimaga begim? Bu pul sizga nafaqa haqingiz onajonisi. Rahmat begim. Ishlarimni o'zim qilib turaman. Hali billa doktorga borib kelamiz. Seni hammadan yaxshi ko'rib sevaman. Bilib bilmay ba'zida qalbing ozor beraman. Voy begim, nima qilasiz? Turdingizmi?